Dunyoga mashhur bo'lgan Davlat Ermitajiga biz yetib keldik. Davlat Ermitaji bu butun dunyoga mashhur bo'lgan va eng yirik muzeylardan bittasi. 1917-yilgacha Imperial Ermitaj bo'lgan, ya'ni mana shu katta muzey oldin saroy bo'lgan. Ya'ni ichida gersog va gersoginyalar yashagan. Hozirda esa Sankt-Peterburgdagi davlat va madaniyat tarixiy muzey hisoblanadi. Men aytaman degan narsalarning hammasini aytib qo'ydingiz. Bu yer Ermitaj muzeyi, bu yerda Ermitaj teatri bor. 6 ta bino ko'rgan bo'lsanglar, bir-biriga jipslangan holda qurilgan va bu yerda 365 ta zal bor, sayyohlar uchun o'zini jalb qiladigan va bu muzey Sankt-Peterburgning tarixiy markazida joylashgan.